Toshkentdan Qo'qonga kirib kelishingiz bilan sizni bizning loyihamiz, ya'ni Turkiston Avenue loyihasi kutib oladi. Ko'rishlaringiz mumkin. O'ta ham bahaybat, o'ta ham chiroyli bo'lib bityapti ushbu loyihamiz. Qurilishlariga, ishlatib turgan xom ashyolarimizga gap so'z yo'q. Biz qurilishlarimizni har bittasiga sifatiga kafolat beramiz va albatta ushbu Turkiston Avenue loyihamiz ro'parasida ham Farobiy loyihamiz bor. Uni ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol yo'ldan ko'rinadi. Ana bu Farobiy loyihamiz. Endi Turkiston loyihani ko'ring. Turkiston Avenue loyihasi juda ham bahaybat, dahshat ko'rinishga ega bo'lyapti. Современный stil, ya'ni zamonaviy stilda qurilyapti uyimiz. Hozirgi kunlarda A bilan B bloklarimizda deyarli xonadonlarimiz qolmadi. Agar sizlarga ushbu loyihamizda xonadon kerak bo'lsa, G va V bloklarida xonadon xarid qilishlari mumkin. Aytgancha 36 oy halol nasiya, ya'ni muddatli to'lovga boshlang'ich to'lovsiz ushbu loyihamizdan xonadon xarid qilishlaringiz mumkin. Tezroq ulgurib qolinglar, xonadon xarid qilishga. Bemalol sotuv ofisimiz ushbu loyihamiz yonginasida. Xonadonlar tanlash uchun bemalol sotuv ofisimizga kelib, xonadonni tanlab, boshlang'ich to'lovsiz 36 oy muddatli to'lovga xonadon xarid qilishingiz mumkin. Sizlarni ushbu sotuv ofisimizda kutib qolamiz. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda opisaniyada telefon raqamimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib ma'lumotlar olishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.